Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga jadid adabiyoti namoyandalarini tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz Abdulla Avloniy kitobidir. Vatanning mustabidlar zulmidan ozod bo'lishini, millati, farzandlarini sharafga to'lganlar qatorida ko'rishni orzulagan xalqimizning qalbi uyg'oq farzandlari, jadid adabiyoti namoyandalari bugun yana o'z o'quvchilari bilan yuzlashmoqda. Ular o'z asarlarida ko'targan muammolar hamon bizning qarshimizda bo'y ko'tarib turibdi. Jadid adabiyoti namoyandalari ruknida tayyorlangan kitoblarimizni o'qir ekan, kitobxon o'zini shu vatanning ongli fuqarosi, vatani va millati taqdiri uchun mas'ul inson sifatida namoyon qilishiga o'zida jur'at topadi. Aziz kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.